Assalomu alaykum. Ertaga O'zbekiston ilk bor jahon chempionatida Kolumbiyaga qarshi o'ynaydi. Ushbu o'yinda O'zbekistondan qanday natijalar kutilyapti? Hamkasblarimizdan so'rab olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertangi o'yindan qanday natijalar kutyapsiz? Ertangi o'yindan avvalambor bir O'zbekiston xalqini mana shunday jahon chempionatiga jamoamiz chiqqani bilan tabriklaymiz va albatta g'alaba qozonamiz. Chunki bizning zabardast yigitlarimiz ularning qonida o'zbeklar bor. Albatta ertangi 3-1. Biz yutamiz. Rahmat. Ma'naviyat ma'rifat markazi Buxoro viloyat bo'limi rahbari Sharif Zubaydullazarovdan ham shu haqida ma'lumot so'raymiz. Qani ketdik. O'zbekiston jamoasiga g'alaba tilaymiz, albatta g'alaba qozonadi. Qanday natijalar? Natijalar kamida 2 ta gol bo'ladi. O'zbekiston tomonidan raqib jamoaga 2 ta gol bilan g'alaba qozoniladi, albatta. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertangi o'yindan qanday natijalar kutyapsiz? Ertaga albatta O'zbekiston g'alaba qozonadi. Chunki bunga ishonamiz. 3-1 O'zbekiston olg'a. Biz bir vatanmiz va bir jamoamiz. Albatta O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz, lekin qarshi jamoa ham kuchsiz emas, kuchli jamoalardan biri. Menimcha durang bo'ladi, 2-2 o'ynaymiz.